Bu doktorni qaranglar. Qon bosimini yelkada emas, oyoqda o'lchayapti. Hamma yelkada o'lchaydi-ku. Yo'q, baho berishga shoshilmaymiz. Qon bosimini oyoqlarda o'lchash odam hayotini saqlab qolishi mumkin. Ayniqsa, agar katta qon tomirlarida, ya'ni aortasida koarktatsiya bo'lsa. Keling, buni sizga tushuntirib beraman. Yurakdan chiqadigan katta tomir pastga qarab jo'naydi va qayerdadir qisilib qolgan bo'lishi, ya'ni ingichkalashgan bo'lishi mumkin. Buning hisobida qo'llarda, yelkalarda qon ko'p keladi va pastga, oyoqlarga qon kamayib boradi. Shuning hisobidan yelkalarda o'lchasangiz qon bosimi 150, 160 chiqadi. Oyoqlarda o'lchasangiz 90, 100 chiqishi mumkin. Bu holatni aniqlash uchun qon bosimini oyoqlarda o'lchashning o'zi kifoya. Agarda xuddi shunday qiziq, original va eng asosiysi dalillarga asoslangan tibbiyot bilimlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang va o'z yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.